Hürmetlik vatandaşım, tüvende anlatıdığan iki parçalık şeyimiz mezmun ciheti asasen birbirine okşaş diken ben sizlerning vatandaşlarımның iki leksiyani birbirine karıştırıp tahlil kılışanlarını ümit kılıman. Rahmet. Turan efendisiz, şunda kılalaysam sizge işinimen. Prezident Trump'ның Rossiyani ziyaret kılış işleri boyunca sabık devlet işler katibi Kissinger yolmandı. Mavzulu haber 12 ayının 29. günü Dovitor betide ilan kılındı. Haber. Bundak baştan. Amerika'nın növbetdeki prezidenti Obama vazifeden ayrılış partide ittifaklışı İsrail'ye, Avrupa'ya, rekabetçisi Rusya'ya kol saldı. Amerika'da yeni saylangan prezident Trump'ni gazaplandirdi. İsrail'e nispeten aytganda prezident Trump adaletlik bir taraf kılınmaganlıktan bir BDT'deki dava meselesi adaletlik bir taraf kılınmaganlıktan ağırnıgandan başka prezident Obama'nın Amerika'nın ittifakdaşlarını setip etkenligini qattiq ayıpladi. Rusya'ya nispeten gerçi prezident Obama hakırlar meselesi bu için misli görülmegen derecede ayıplagan bolsa mı, lekin bu iş qarta prezident Trump demekini tekip koydu ve avval Amerika özüne başqurish kerak dedi. Prezident Obama'nın qarşı tarafı turup yeni saylangan prezident Trump Rusya bilen quruluş karakterlik hamkorlik münasebetini terakki kıldırdıganligini bildirdi. 93 yaşlık sabık devlet işler katibi Kissinger gaylik oturdu manguçu kişi. Cümleden Rusya münasebetiga dair alaqalashib prezident Trump vazifega o'tirgandan keyin Rusyani ziyorat qilish ishlarini so'zlashdi. Amerikada siyoset orbitining oshkorlashicha prezident Trump Kissingerning xususiy yordamchisi Thomas Garham apandini Rusya turishliq bosh elchi qilib tayinladi. Prezident Trump endilikdeki Kissinger'nin şahsi hususi yardımcısı nime deydi? Thomas Graham efendini Rusya turuşluq baş elçi qilib tayinli dedi. İşler nayte nazik kilovatı turan efendi. İşler bek nazik kilovatı turan efendi. Dikkat kılayım. 20. asırning 90. yillardagi Kissinger prezident Vladimir Putin bilan tanışatdı. Vay, tarix naytı uzaq gap ekan. Bir qatimliq suhbatda Kissinger Vladimir Putinning arx ko'rinishi va tarjima holini so'raganda prezident Vladimir Putin eng oxirida Kissingerga o'zining maxfiy ishlar axborot bo'limidan kelganligini aytib bergan. Kissinger savol qo'yib, barliq 100 obro'li kishilarning hammasi axborot organlarida ishlaganlardan chiqdi ekan, ha? Degan. Men shundaq degan. Vladimir Putin Rossiyada prezident bo'lib saylangandan keyin Kissinger yana prezident Vladimir Putin bilan shaxsiy munosabatni saqlab kelgan. Kissinger prezident Vladimir Putin bilan ko'rishgan qatim soni eng ko'p bo'lgan bir amerikalikdir. Bu qatim Amerikada butkul saylam jarayonida yordamchi tanlash hükümet kabinetini teşkillash jihati prezident Trump Cumhuriyetçiler Partisi ishidagi nopuzliq diplomatlarga e'tibor bergan. Masalan, sobiq davlat ishlar katibi Kandiliza Rais xonim, davlat mudofaa sobiq ministri Gaytis. Buning ichida prezident Trump sobiq davlat ishlar katibi Kandiliza Rais xonimni muavin prezidentlikka tanlamoqchi bo'lgan edi. Kissinger yaqinda Kolumbiyada radio televiziya muxbirining ziyoratini qabul qilganda prezident Vladimir Putinga aniq belgilama bersak, u Rossiyaning manfaatini qo'g'daydi. Uning nazar doirasi keng. Rossiyaning tarixidan nurg'un narsalarni o'rganib, hozirgi real masalalarni tadqiq qildi. Degan bu to'g'rida Kreml sarayi bu prezident Vladimir Putinni joyida maqtaganlik, Iroqni ko'rarlik ve Rusya'nı intayin doğru düşengellik deb ko'rsatgan. Demek bu yerda hozir biz sizga vatandaşım sobiq davlat ishlar katibi Kissinger janoblari ayni vaqtda Jungoga borgan prezident Nixonning davlat ishlar katibi bo'lib Jungoga borgan Jungo Amerika munosabatini yaxshilash deyli, shu jihatda yo'l ochgan buyuk diplomat edi dedi. Endi siz bu diplomatning o'zgarishiga diqqat qiling vatandaşlar. Endi bu diplomat hozir o'zgarish bo'lyapti. Nima o'zgarish bo'lyapti? 12 ayning 2-kunida Beijingga bordi, qaytib keldi deyli.
Endilikte hazır Kissinger Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan prezidenti Trump bilan Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiyaning munosabatini yaxshilash uchun bu yo'lda menyapti. Diqqat qiling vatandoshlar. Bunda manga vaqtida siz vaqtida 20 asrning 1970-yildagi faoliyatlarni esingizga keling. U vaqtida Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi munosabat shu yo'llangan. Endilikda Rossiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi munosabatga yo'l menyapti. Demak, ayni chog'da shu mengishda Xitoy bilan birlashib Rossiyani gumron qilishdan iborat shu yo'lni tanlab olgan bo'lsa, bugun endi undaq deyishga bo'lmasimi? Lekin Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatlarini yaxshilash siz uchun, biz uchun Turan apandi bu balki yaxshi bir siyosatdir.